Assalomu alaykum kvartet jamoasi kanali obunachilar hamda kanalimizga obuna bo'lmasdan turib tomosha qilib turgan do'stlar, sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif yoqasi orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Qadrdonlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Biz o'sha ikkinchi uyimizga aylanib bo'lgan Rayish mahallasiga tashrif buyurdik. Sababi bugun Ma'rufjon tog'amizning tavallud ayollari ekan. Shu munosabat bilan bizga musofirdan turib uni farzandlari Odiljon akamiz, Azizbek akamiz, qolaversa kelinlari Gulnor opalarimiz murojaat qildi. Hozir Chiroq patakalamiz bilan tog'ajonimiz ko'ngillarni ko'tarib xursand qilishga harakat qilamiz. Qolaversa qadrdonlar, kechagina onalarning tug'ilgan kuni ham o'tib ketib qolibdi. Ya'ni Barno opamiz shu insonga ham ajoyib patakalamiz bor. Xulos hozir hammasi ko'zlar bilan ko'rasizlar. Albatta uyga tashrif olganingiz uchun ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, imo, WhatsApp yoki private telefon funksiyalari xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashrif olganda navbatdagi sonni biz boshladik. Turibman ko'ksim kirib, g'urur g'oyasida, yuribman davrim surib, dadamning soyasida, ravon nur yo'llarim, gul soru yuzlarim, ko'kka yetar bo'ylarim, dadamning soyasida, dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim, yashadim hech olmadim, dadamning soyasida, dadamning soyasida, dadamning soyasida, men badavlat bo'laman, dadamning soyasida, dadamning soyasida, dadamning soyasida, yuribman davram surib, dadamning soyasida, tirikligi davlatim, osh pishirar savlatim, olamning jannatim, dadamning soyasida, Hizrdek oqsoqolli, nuroniy so'zi bolli, ming bir xalqon misoli, dadamning soyasida, topganlarim to'y bo'ldi, so'yganlarim qo'y bo'ldi, hurmurga to'ldi, dadamning soyasida, dadamning soyasida, dadamning soyasida. Rahmat. Bitta qarshi javob beraylik. Avvalroq assalomu alaykum tog'ajon, sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Tani joyingiz sog' bo'lsin, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Jamiki farzandlaringiz baxtiga, yaqinlaringiz, nevaralaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Shu musofirda farzandlaringiz bor ekan, shu insonlar biz jo'natdi. Odiljon akamiz, qolaversa keliniz Gulnor opalarimiz, Azizbek akalarimiz, shu insonlar nomidan keldik. Hayotingiz mobaynida shu Qur'ondek aziz bo'lib yurgan Qur'on kitoblarini borib olib keldik. Bormagan bo'lsa shuni haqlarga onajonimiz bilan birga borgan bo'lsalar qayta borib shunaqa hojatda hoji ona bo'lib yurishlar nasib qilsin deb qolamiz. Bitta qarsilar bilan topshirib qo'yamiz tog'amizga. Jon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Onamiz qani endi? Bo'ldi, onamizga ham padarga bordi. Bo'lmasam tog'ajon endi birinchi bo'lib o'zingizdan chiqdimi? Keling hojijon. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Assalomu alaykum. Onajon yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan. Kechagina tug'ilgan o'tib ketib qolibdi. Endi biz ikkalasini bitta qilay deb bugun keldik. Shunga tog'amizga ajoyib Qur'on kitob naborlari qolaversa farzandlaringiz nomidan mana shu kunlarimizda qarsilarni onajonimizga topshirib qo'yamiz. Qarsigilar. Juda ham sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Shunaqa xursandchilik kunlaring bardavom bo'lsin deb qolamiz va albatta tug'ilgan kun bayramlarimiz shirinlik bo'lmaydi. Mana bu shirinlikni ham farzandlaringiz nomidan onajon qabul qilib qo'yasiz. Qarsigilar. Tog'ajon keling endi. Endi biz jo'natgan farzandlaringizni haqqiga bir ikki og'iz duo qilasiz, qolaversa kelgan mehmonlarga bir qush kelsin deysiz. Xonadonimizga o'qish kelsinlar. Rahmat. Bolalarim bizga surpriz qilib shunchalik. Rahmatda qarsigilar albatta. Albatta o'ziga yarasha bir hayajon. Ilohim sog' bo'ling deb qolamiz. Sog' bo'lsin, hammasi bizlardan ko'payib, sog' bo'lsin, bollarimizni salomat bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Endi hojijon sizdan ham rahmat, sog' bo'linglar. rahmat. Farzandlaringiz haqqiga bir duo qilasiz hojijon endi. Qiling. Allohim ishqilib topgan tutganiga baraka bersin. Bollarning rohatini ko'rsin. Umrlari uzoq bo'lsin, qo'shganlar bilan qo'sha qayrilsin. Hammalarimiz yana shu kunlarda eson-omon yetkazishga Alloh o'zi Nasib. Allohu akbar. Rahmat aytib rahmat sog' bo'ling deb qolamiz. Endi davom etamiz. Endi tabriklagan bo'lsalar kerak, yana bir esdalik bo'lib qoladi. Qolaversa musofirdagilar ham ko'rib xursand bo'ladi. Yaqinlardan bir ikki og'iz tog'ajonimiz bilan onajonimizga ikki og'iz tabriklar bo'lsa eshitamiz. Kimdan boshlaymiz? Qani yoshi kattalardan boshlab sekin nevaralargacha o'tiramiz. Assalomu alaykum. Hojiboy, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysiz, tuzimisiz?
Qani ilohim. Shu kuyov bolamizni ham, sinimizni ham umrlarini uzoq, rizqlarini ulug' qilsin. Amin. Qo'shganlari bilan qo'sha qilsin. Amin. Ilohim bolalarini baxtini kamolini ko'rib, nevara chevaralarni, evaralarni baxtini kamolini ko'rib, 100-120 yoshlarga kirib yashasin. Ilohim safarda o'g'illari bor, safarlarini bexatar qilsin. Ilohim shularga bosh qoch bo'lib sog'-salomat yurishni nasib qilsin. Allohu akbar. Rahmat hoji o'g'lim. Shu yoshlar birgalashib ko'radi deb qolamiz. Qanaqa bilan bo'lsa sizlardan bir ikki og'iz tabriklar bo'lsa eshitamiz. Allohim tarjonlarni sog' qilsin. Ilohim. Akami ham, ayami ham, bolalarga hamisha bosh bo'lsin. Bunaqa yaxshi kunlarni ko'pini ko'rib, biz ham shularni qatorida yuraveraylik. Umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Safardagi ukalarim ham omadlarini bersin. Qo'ynilari, ko'njilari to'lib toshib kelsin. Shularni Allohim yaxshi kunlarga asqatishib yuraversin. Aytganlar shularga sog' bo'ladi. Rahmat ketdilar. Alloh kunlarga. Ayamlar qo'sha qarib yuringlar, doim tanjoninglar sog' bo'lsin, bolalaringlarni baxtiga, bizni baxtimizga, qatorimizdan xato qilmasin Xudoyim. Safar ketgan jiyanlarim ham safarlari bexatar bo'lsin, topganlari Allohim to'ylarga nasib qilsin. Shularni ulug'labdi, ularni ham Xudoyim ulug'lasin. Rojilarga borishlik nasib qilsin. Inshaalloh. Aytganlar birgalashib ona Xudo xolasa. Allah'ım işinizden kalksın, özü berekesini versin, iki dünyada kendi borluğu tortmasın, yüzlerge girsin. Xudoyim mübarek yoshları mübarek bo'lsin o'ziga. Bola chaqasidan tinch olsun, nima niyati bo'lsa niyatlarga Alloh yetkazsin. Xudoy hamisha dasturxoni to'kin sochin bo'lsin. Uylariga qut baraka ato qilsin Allohim. Allah hamisha yaxshilik kunlarda ko'rishaveraylik bolam. 150larga kirsin ilohim. Allohu akbar. Rahmat hojam. Hammamiz ziyoratga yetib deb boramiz. Davom etamiz. O'rtalar sizdan eshitamiz, ikki qiz tabrik tilaylar bo'lsa, tog'ajonimiz, ayajonimizga. O'zi qo'shaloq bayram ekan. Bilan pochchamga uzoq umr tilayman. Bunaqa yuz nimalarga kirib yuraversin, yuzlarga. Bolalarning baxtiga sog' bo'lsin, qo'sha qarib yurishaversin. Aytgan. Rahmat. Opajon, biz eshitamiz. Otamın paçam tinch olib, chiroyli bo'lib yashasin, bolalarini baxtini ko'rsin, umrini ko'rsin. Ikkosi tinch totu yashasin. Rahmat, sog' bo'linglar. Akalaringizni, ukalaringizni, o'zingizni hammani nomini. Ilohim biz baxtimizga ota-onamiz doimo sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rsin. Akamga ham, ukamga ham rahmat, shunchalik ko'ngillarini olib, ularni xursand qilishga sababchi bo'lgani uchun. Hamisha bunaqa yoshlar ko'pini ko'rib, biz baxtimizga hamisha sog' bo'lib yurishsin. Rahmat kattaga, rahmat. Sog' bo'linglar deb qolamiz, salomat bo'linglar. Endi kirayotganimizga tog'amiz bugun tug'ilgan kun ekan. Opa, turing oldi onamiz. Bugun tog'amiz tug'ilgan kun ekan. Dadam haqida qo'shiq bilan keldik, onajon. Endi sizni ham tug'ilgan kuningiz. Endi hamma farzandlaringiz nomidan siz uchun ajoyib tabrik qo'shig'i bor. Mana shu qo'shig'imizni o'g'illaringiz, qizlaringiz, kelinlaringiz, kuyovlaringiz, kimiki farzandingiz hammasining nomidan tug'ilgan kuningizga tabrik sifatida qabul qilamiz. Marhamat. Sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim, umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umid borligingiz oshna topdim lekin do'st topmadim, oh ko'ngillik bir qora ko'z topmadim. Shamollarga sovurdim yuzsizlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. Shamollarga sovurdim yuzsizlarni, lekin sizga bir shirin so'z topmadim. G'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Goho falak menga bag'ri tosh keldi, ishonganim g'animga yo'ldosh keldi. Omad ketsa hamma kuldi ustimdan, faqat sizning yuzingizga yosh keldi. Hoki poyingizni ko'zimga suray, o'zim yarim ko'nglingizni to'ldiray.
bir çekkege sürüp koyup dünyani farzand bo'lib yoningizda o'tiray. Bir chekkaga surib qo'yib dunyoni o'g'il bo'lib yoningizda o'tiray. G'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim omonatim onajon, g'animatim onajon. Ilohim baxtimizga hamma onalarimiz, otalarimiz sog' bo'linglar, salomat bo'linglar deb qolamiz. Biz farzandlarga duo qilishga hech qachon charchamaylar. Menimcha tabiatli deb qo'shiladi. Eshitdik. Endi esa esdan uchirasizlar, tushmaymiz navbat fotosessiyaga. Ilohim sog' bo'ling deb qolamiz. Xudo xolasa bir 100 ga kirib yubileylar qilganingizda ham shu qatorimizdan kam bo'lmay hamma kelib mana shu yerda shunaqa qilib nishonlash hammamizga Ilohim nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'ling. Endi bizga bitta chiroyli duo qilsangiz biz aytamiz. Yo'q, Xudo xolasa choy ham bo'ladi. Hamma yo'q. Yo'q. Hozirda boradigan joy. Sizga ketasizda? Boradigan joyga kech qolamiz. Quruqdan quruq ketib qolamiz. Ha, bo'ladi. Duo bizga katta o'zi. Ilohim Alloh ish qilib sizlarni ishinglarga ham rivoj etsin. Bola chaqanglarni orzu havasini ko'ringlar. Mana endi bir odamlarni nimasini hojatini chiqarib yurgan ekansizlar. Umringlarga, rizqinglarga baraka bersin. Qayerda bo'lsanglar, tinch sog' salomat yurishing. Allohu akbar. Aytganlarga siz rahmat. Ya'ni hop qadrdonlar ko'rdan shunaqa bir yuqori kayfiyatda afsuski navbatda uyga tashlashimiz ham o'z payoniga yetdi. O'ylaymizki, biz ijodga insonlar va biz tomosha qilgan insonlar sizlarga yo'q degan umiddamiz. Agar qanaqadir kam ko'rsa bo'ladigan bo'lsa, albatta zur so'rab qolamiz. Uyga tashlab olishni har doimdek ekran chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp yoki private telefon hisoblaridan Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kvartet jamoasi sizlar uchun xizmatda rahmat.